5 sinf o'quvchisi Abdullohning ona tili va adabiyot fanidan loyiha ishi. Mavzu: Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon asari. Abdulla Qodiriyning hayoti va ijodi. Abdulla Qodiriy taxallusi Qodiriy va Julqunboy bo'lgan. 1894-yili Toshkentda tug'ilgan. Ushbu yozuvchi faoliyatini 1910-yillarning o'rtasiga to'g'ri keladi. 20-yillar o'rtalarida Kolvok, Mag'zumning daftaridan kabi hikoyalar yozgan. Ushbu yozuvchining mashhur asarlari O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, Obid ketmon kabi romanlar va qissalar. Mukofotlari: Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti va Mustaqillik ordeni. Abdulla Qodiriy bizga ko'plab meros, kitoblar, asarlar, romanlar qoldirib ketgan. Ular haligacha kitobxonlar qalbidan joy olmoqda. Ming afsuski, bu yozuvchi kam umr ko'rgan. Bor yo'g'i 44 yil. Yozuvchi 1938-yil 4-oktyabr kuni Toshkentda bu dunyoni tark etdi. Mehrobdan chayon asari 1928-yil fevral oyida tugatildi. Roman mavzusi 19-asr fojiasi, xom zamonlar davridagi o'zboshimchaliklar ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda zamonda yozilgan davr ruhi kuchli singdirilgan. Asar uzoq yillar mobaynida juda ko'p nashr etilgan. Jumladan 1944-yil G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi tomonidan O'tgan kunlar asari bilan birga nashr etilgan. Asarni Mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlashdan maqsad muqaddas dargoh sajdagohdan chiqqan o'sha dargohga nomunosib, munofiq, qallob, tuban kishilarga ishoradir, desak maqsadga muvofiq bo'ladi. Roman ko'p tillarga o'girilgan. Siz ko'p bo'sh qolib ketyapsizmi? Bo'sh vaqtlaringizda qaysidir kitob o'qimoqchimisiz? Unda men sizga zo'r taklif beraman. Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon kitobini o'qishni maslahat beraman. Men o'zim bu kitobni 13 kun ichida o'qib bo'ldim. Bu kitob juda ham qiziqarli. Men bu kitobni sizga maslahat beraman. Siz telefoningizda yoki kompyuteringizda o'yinlar va YouTube'da boshqa saytlarda bo'lar-bo'lmas video ko'rmang. Uning o'rniga bu kitobni o'qing. E'tiboringiz uchun ming tashakkur.